Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Sizlarning yordamlaringiz kerak bo'lib turibdi. Lamborghini'ni zakoniy tsveta bo'yayapmiz. Men o'zim sariq tutdi. Sariqqa bo'yang desam, yo'q dedi. Xalq tanlagan rangga bo'yayman deb tutdi og'amiz. Shuning uchun yordamlaringiz kerak. 5 ta xil rang qo'yamiz. Shundan birisini tanlanglar. Agar uning rang yoqmasa, o'zingizning ranglaringizni, yoqadigan rangni kommentariyada belgilasangizlar, shuning rangga chot ketib kopiyada og'amiz chiqarib bersak bo'lib turibdi. Shuning uchun aktiv bo'linglar. Hammangiz yordamingiz kerak. Keyin shu rangni tanlasangizlar, maqtanib yursizlar, biz tanlagan rangga bo'yadi og'amiz. Ina Lamborghini bizning ranglar. To'g'rimi? Albatta. Shuning uchun esa hammangizni aktiv kutamiz. Bozorga xudo xolasa bo'yazaklar. Aktiv bo'linglar, tez-tez yozinglar, donishlarni yuvaringlar. Nechik svet bo'lsin Lambo. Keyin asrib yursizlar, Xorazmdan chiqqan Lamborghini deb baqa. To'g'rimi og'a? Shuning uchun ayting gap so'zingiz bo'lsa ne gap? Mana shu xudo xolasa 70-80% markasini bog'lab bitirdi. Havon? Kraska ozgina qolib turibdi endi. Avvalambor xudo uspid etsalar, bozor kuni ulgursalar, kraskani sapadilar. Havon. Shu palosalarni zo'ratib, rang masalasi ham bu narsa musrashib ketadi. Bu musrashib ketadi, bu maket bu, po'kak bu narsa. Bundan qolip olamiz, qolipdan keyin bu musra ketadi. Havon. Unda u qolipdan chiqqanida buning shpoqlobga, uning narsa bo'lmaydi. Havon. Shuning uchun bu narsani asosiy tushuntirib o'tadigan tarafimiz bu musrashib ketadi, bunga qalin shpoqlobga bu degan gaplar kerakmidi? Havo. Oddiy po'kak, qolipdan keyin ketadi. Ham asosiysi bir rangni baribir bo'yasak, xalqqa qator rangni ko'rib qoladi. Havo. Balki bu rang yarashar, balki yarashmas bu ismiga. To'g'ri aytasiz. Shuning uchun bir xalqqa eng ko'p ovozdan rangni bo'yasak, bir kalladan 2 kalla yaxshi, 2 kalladan inchalik ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ana xolos, qisqa gap bilan. Havo. Shuning uchun yordamlaringiz kerak. Bo'ldi. Osongina rangni tanlaysizlar, sariq yo qizil yozib berasizlar. Bo'ldi, tamom. Eng ko'p aktiv bo'lgan rangni xudo xolasa ko'rib chiqamizdan bosib beramiz. Hangala? Havo. Esa bosasizlar, boshqa gap so'z yo'q. Osondim. Rangni yozasizlar bo'ldi. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bitta like bosib qo'ying. Rahmat e'tibor uchun.